Vau! Uyingizga masjid azoni eshitilib tursa, qanday yaxshi. Bunaqa joyni hamma ham orzu qiladi. Nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'ying. Men esa sizga xuddi shunday joydan yaxshi proyekt bilan boshlab qo'yilgan sotiladigan bino topib qo'ydim. Joy 202 sotix, qurilayotgan binoda esa kattagina mehmonxona, oilaviy zona, sanuzel va oshxonaga keraklicha qulayliklar hisobga olingan. Ko'rib turganingizdek uyimiz pishig'ishdan qurilmoqda va 2 qavat qilish rejalashtirilgan. Keyingina podval ham qoldirilgan. Bino maydoni 90 kvadrat metrdan hisoblansa, podvali 36 kvadrat ekan. Yana bir muhim narsani aytish kerakki, egalari bu joyni o'zlari uchun atagan ekanlar. Shu sabab barcha xomashyolarning yaxshisidan, armaturaning ham 10 turlisidan ishlatilgan ekan. Keyinchalik kotelni sanuzel uchun joy ham ko'tarib qo'yilgan. Olaman desangiz, shu holatda sotiladi. Bu yerdagi armaturalar ham qolaveradi deyishdi. Egalarining nomerlari opisaniyada. Narxini 28 ming deyishmoqda. Nima deysiz? Arzirli taklifmi? Balkim sizga yaqin joydadir. Kommentariyaga yozib qoldiring. Manzil Farg'ona shahri, Yormozor masjid orqasidagi Musaffo ko'chasida joylashgan. Uy olaman deb yurgan yaqinlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.